Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va obunachilarim. Mana yana Universal kanalimda uchrashib turibmiz. Efirdaman Olimjon. Bugun 8-fevral 2026-yil. Bugungi roligim uy naloglari, suv, svet, musor narxlari oshib qimmat bo'lib boryapti. Shu haqida aytib o'taman. Bu roligimni tomosha qilinglar, Universal kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar, podelitsa qilinglar. Uy, yer, hovli naloglari 2025-yilda 35% ko'tariluvdi. Mana bu yil 2026-yilda uy nalogi yana 32% ko'tarildi. Endi svetni aytib o'taman. Elektroenergiya 2025-yilda 1 kilovati 35.6 dirham edi. 2026-yilga kelib 17% ko'tarilib 41 dirham bo'ldi. Suv bu kishi boshiga hisoblanadi. Suv ham nohiyamizda 15% ko'tarildi. Musor, axlat narxlari bu ham kishi boshiga hisoblanadi. Bu ham 2026-yilda 15% ko'tarildi. Roligim shu narx-navolarni ko'tarilishi to'g'risida edi. Shu bilan roligimni yakunlayman. Yana efirda uchrashganimizcha xayr, sog', omon bo'linglar.